Hi everyone, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan sifatlar va ravishlarning ingliz tilida qanday ishlatilishini o'rganib olamiz. Sifatlar ingliz tilida adjectives deb yuritiladi va biz sifatlardan otlarni tasvirlash uchun foydalanamiz. Ularning gapda kelish o'rniga keladigan bo'lsak, ular to be fe'ldan keyin yolg'iz holatda ishlatilishi yoki biror bir otdan oldin ishlatilishi mumkin bo'ladi. Masalan, to be plus adjective. He is young and famous. U yosh va mashhur. Ikkinchi holatda adjective plus noun, ya'ni sifat plus ot ko'rinishida ishlatadigan bo'lsak, he has got a fast car. Uning tez yuradigan mashinasi bor. E'tibor bering, fast adjective car mashina so'zidan avval ishlatildi. Ravish esa ingliz tilida adverb deb yuritiladi va biz ravishlardan fe'lni tasvirlash uchun foydalanamiz. Ishlatilish o'rniga keladigan bo'lsak, fe'ldan keyin ravish ishlatiladi, ya'ni verb plus adverb ko'rinishda. Masalan, he walks slowly. U sekin yuradi. E'tibor bering, biz yurmoq fe'lni tasvirlash uchun slowly, sekin ravishidan foydalandik. Yuqorida aytib o'tganimdek, biz fe'llar bilan ravish ishlatishimiz kerak bo'ladi. Ammo bizda shunday fe'llar borki, ulardan keyin ravish emas, balki sifatsiz turkumidagi so'zni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Ular look, smell, sound, feel, taste fe'llari hisoblanadi. Biz ulardan keyin ravish emas, ular fe'l bo'lishiga qaramay sifat ishlatishimiz kerak bo'ladi. Masalan, they look happy, ular baxtiyor ko'rinishadi. He feels terrible, u o'zini yomon his qilmoqda. E'tibor bering, look va feel fe'llaridan keyin happy va terrible sifatlari ishlatildi. Adverbs, ya'ni ravishlarning yasalishiga keladigan bo'lsak, biz sifatlarning oxiriga ly qo'shimchasini qo'shish orqali ravish hosil qilamiz. Adjective plus ly ko'rinishda bo'ladi, ya'ni slow sifatidan biz ravish hosil qilmoqchi bo'lsak, uning oxiriga ly qo'shimchasini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Slow holatida sifatsiz turkumini ifodalagan so'z slowly ko'rinishda ravish hisoblanadi. We have some irregular adverbs. Bizda noto'g'ri ravishlar ham bor. Nima uchun ular noto'g'ri ravish deb yuritiladi? Chunki biz aslida sifat oxiriga ly qo'shimchasini qo'shish orqali ravish hosil qilamiz. Noto'g'ri ravishlar esa sifat holatidan ravish holatiga o'tganda o'zining o'zagidan o'zgarib ketadi. Ya'ni ularning oxiriga hech qanday ly qo'shimchasi qo'shilmaydi. Keling ularni ko'rib chiqamiz. Adjective holatida good, ya'ni yaxshi sifati ravish holatiga o'tganda well ko'rinishda bo'ladi. Yoki fast so'zi esa sifatlik holatda ham, ravishlik holatda ham bir xil ko'rinishda bo'ladi. Hard so'zi ham xuddi shunday. Sifat holatda ham, ravish holatda ham hech qanday ly qo'shimchalarsiz hard ko'rinishda bo'ladi. Early, ya'ni erta so'zi ham sifat holatda ham, ravish holatda ham bir xil bo'ladi. Late sifati ravish holatiga o'tganda ham late'ligicha turadi. E'tibor bering, bizda fast, hard, early va late sifatlari ravish holatda ham xuddi shundayligicha qoladi, ya'ni hech qanday ly qo'shimchalarsiz. Bugun sizlar bilan sifatlar va ravishlarning qanday ishlatilishini ko'rib chiqdik. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.